Aziz muxlislar, yaxshi kayfiyatlarda, yaxshi qo'shiqlarni tinglab, demak kayfiyatingiz ko'tarilayotgan bo'lsa, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Dasturimizni esa davom ettiramiz. Guldasta dasturi to'g'ridan to'g'ri jonli efir Namangan telekanalini tomosha qilyapsiz va bir vaqtning o'zida 103.6 to'lqinida Namangan radio kanalida tinglab bormoqdasiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz va bizning odatimizga ko'ra har gal ko'rsatuvimizga biz ko'plab elimiz ardog'idagi san'atkorlarni taklif etishga harakat qilganmiz va bugun ham mana shunday studiyamiz mehmonlari bor. Albatta. Demak, teletomoshabinlarimiz va radio tinglovchilarimizni tanishtirib o'tsak, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Tursunboy aka Parpiyev bugun mehmonimiz bo'ladilar va yonlarda hamkasblari bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlarni studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat, rahmat. Endi Tursunboy aka, hozir shoshib kirib keldingiz, yoningizdagi mehmonlar bilan tanishishga imkoniyatimiz bo'lmay qoldi. Shuning uchun ularni ham tanishtirib o'tsangiz. Mikrofon ishlayaptimi? Albatta, bemalol gapirishingiz mumkin. Bugun bir Namanganda bir ulug' ayyom kun. Ustoz, hofiz, O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimovning ijodiy kechalari bo'lib o'tdi. Shu marosimdan chiqib mana yonimda birgalashib Muhammadjon akam mana butun vodiy taniydi, Asraboyev yonimda. Bu yonimda Ravshanbek Vohibjonov, do'stim, qadrdonim. Keyin mana Bahodir aka endi buni aytmasam ham bo'ladi. Butun YouTube kanallarida ko'p o'zining alohida kanali bor. Bahodir Yapon deb nom chiqargan. Ajoyib san'at sevar do'stlar yonimda hammasi. Chunki Namangan televideniyasi menimcha vodiydagi eng yaxshi ko'rsatuvlar tayyorlaydigan o'zbekona. Katta bir jarayonni o'z ichiga olgan vodiyning sevimli televideniyalaridan biri bo'lib hisoblayman. Endi hozir yonimda menga ham ustozdek, ham bir o'zim yaqin akamdek qo'shiqlarda san'at ishlamandasi Muhammadjon aka bersam so'zni. Aynan bugun O'zbekiston xalq artisti Namangan bulbuli deya biz bemalol ayta olamiz. Nafaqat respublikamizda, balki butun dunyo xalqini dilidan joy olgan mumtoz qo'shiqlarimizning asl ijrochisi deb biz ayta olamizda. Kamoliddin aka Rahimov xotiralariga bag'ishlangan kecha bo'ldi. Aynan mana shu kechadan olgan taassurotlaringiz bilan o'rtoqlashsak. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Muhtaram teletomoshabinlar. Mana bugun bir ajoyib eshittirishga biz mehmon bo'lib turibmiz. Avvalo Namangan televideniyasining jamoasiga katta rahmat. Bizni ishga kelingdek taklif qilingan uchun. Hozir biz Kamoliddin akamning tadbirlaridan chiqdik. Bu yerda teatr to'ldi. Unaqa hech kim bilmagan narsaga, u unga aytib, bu bunga aytib, shu teatr binosi to'la odamlar tik turib ham ko'rdi. Kamoliddin akam shunaqa bir buyuk, yaratuvchan, kichik ko'ngil, odamlar ajoyib odamdilar. Bu odamni buyukliklarini bir joytirib aytib o'taman. Kamoliddin akam bilan Sherali Jo'rayev orasida men bir ko'prik vazifasini ko'p bajarganman. Kamoliddin akam bilan bular ikkovlari shunaqa bir-biriga mehribon, shunaqa odamxon. Kamoliddin akamdek shunaqa oliyjanoblikni oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Bir kun Kamoliddin akam aytdilarki, "Ukaxon, o'zbek qo'shiqchilik san'atining ulog'i bugungi kunda Sheralixonda" dedilar. Nimaga desam, bu zabardast. Ayni o'tirib aka zabardastligini aytgan desam, 4 soat atrofida Toshkentda mashinada yurib keladi. To'g'ri to'yga kelib hamma hurmat qiladi, navbatni berishadi. Tik turib 4 soat ayta oladi. Choy ber, chipimni qo'yay degan stol qo'yib ber degan gap bo'lmaydi. Keyin to'y tugagandan keyin chiqib choy bor, non bor bir bela, yo'q, meni va'dam bor deb bu kishi ketadi. Yo'lda ketyapti, qattiq non yeb ketsa ketadi-ki, ommalar keyin shunaqangi zabardast bola. Bu 10 yil, 20 yil ichida bu uloqni kim olishini men bilmayman, lekin bugungi kundagi uloq shu Sheralixonda. Men bu gapni chiroyli qilib Sherali Jo'rayev bilan doim birga bo'lardim. Qashqadaryoda ketyapti, Sherakaga aytdi. Sheraka dedim, shunaqa Kamoliddin aka, mana shunaqa dedi. Kamoliddin aka nima dedilar dedi. Mana shunaqa dedilar desam, bo'lmasa sen ham bilib qo'ygin dedi odam. Kamoliddin aka o'zbek qo'shiqchilik san'atida dedi, halol luqma yeydigan odam dedi. Nimaga bunaqa desam, Kamoliddin akam ertaman 5 ta to'yga boradigan bo'lsa, 3 ta o'rnidan turib
bir soat uyda ovozini urib yuboradi. Keyin borib shu 1 soat yo 2 soat 3 soat qo'shiq aytadi. 5 ta odam bilan borib shu jonlik aytadi. Shu odamlarni chiroyli olib yurib butun Toshkentni ishg'ol qildi Kamoliddin akam. Kamoliddin akam shunaqa zabardast odamlar. Keyin bu odamning zabardastligi javobini Kamoliddin akam o'tganlaridagi 20larga borsak, o'sha yerda Sher akam kelib, borib o'tirib, shu 3 soat o'rnidan qimirlamasdan o'tirdi-da shu tadbirda. Ana haligi buyuklarning bir-biriga e'tibori, insoniyligi, hurmati, hamma ham bu ish qilaveradi. Sher akalar bir yerda bir yarim soat burab ushlab turib bo'lmasdi, lekin 3 soat o'sha yerda o'tirdi. Bu ham bizning Namanganimizga Sher akamning hurmati, Kamoliddin akamga oqibati, hamma bugungi san'atni bolalari mana shu narsalardan o'rganib, o'rnak olinsa juda yaxshi bo'lardi. Albatta, ustoz san'atkorlarni mana shunday o'ziga xos bizni bir milliy xulq atvorlarimiz ularda mujassamligini ko'rishimiz mumkin-da. Havas qiladigan darajada. Shuning uchun ham ularning ijrosidagi qo'shiqlar mana shu milliy mumtoz san'atimizni rivojiga katta hissa qo'shgan deb bemalol ayta olamiz. Shu bilan birga bilasizmi, aynan ustoz san'atkorlarni nafaqat ularga shogird bo'lib o'rgangan insonlar bor, balki ularning ijodini zimdan kuzatib o'rgangan insonlar ham g'oyibona, ya'ni shogird tushgan insonlar ham bor. Aynan ustozdan o'rgangan asosiy narsangiz nima bo'lgan? Sher akamdan o'rgangan, Kamoliddin akamdan o'rgangan narsalarim odamiylik bo'lgan ulardan. Kamoliddin akam noyabr oylarida Toshkentdagi tadbirlarni tugatib kelardilar. Qishki mana san'atkorlarning tilida aytganda sezon deydi. Kelib Kamoliddin akam shu martgacha biz bilan birga bo'lardilar. Shunda Kamoliddin akamning kichik ko'ngilliklarini, nihoyatda insoniyliklarni juda ko'p men birga bo'lganman. Biz bir uchida bir kichkina dam olish joyimiz bor. O'sha yerda o'tirib olib O'rinboy akam, Kamoliddin akam, Bahodir Bakirov, Yahyobek Muminov, Muhsinbek Muminov bilan doim chorlab turardim. O'sha yerda hammamiz Kamoliddin akamdan ko'p nasihatlarni olganmiz. U bolalar ham ko'p o'gitlarni olgan. Demoqchimanki, hozirgi san'atdagi bolalar ham bir-birini qo'llab-quvvatlab, bir-biriga shu sal adashgan yeri bo'lsa, mana ketamiz deyilsa, menimcha yaxshi bo'lardi. Namanganda san'atkor bolalar juda ko'p. Nihoyatda iste'dodli bolalar ko'p. Lekin g'oz-g'ozda shu bir-birini ko'rganda haligi nima bo'lib qoladi? Nima aytaman, yo'q. Kamoliddin akam, O'rinboy akam, bu yerda mana juda ko'p san'atkorlarimiz bor. Albatta, namanganlik mana shunday zabardast san'atkorlarimiz juda ham ko'p. Juda ko'p. Biz bilasizmi, hozir to'g'ridan-to'g'ri jonli efirdamiz va ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni ham berishingiz mumkin. Demak, teletomoshabinlarimiz, radio tinglovchilarimizda mana shunday imkoniyat bor. Hozirda qo'ng'iroq egasi bor ekan bizda. Bog'lanib olsak, ularning savollari ham bor ekan. Assalomu alaykum. Alo, efirdasiz. Marhamat, assalomu alaykum, tanishib olamiz. Albatta, ba'zi texnik sabablarga ko'ra qo'ng'iroqimiz uzilib qoldi. Texnik sabablarga ko'ra uzilib qoldi. Demak, Tursunboy aka, sizga yuzlanadigan bo'lsak, aynan ustoz san'atkor bilan bog'liq qanday xotiralar bor? Kamoliddin akamni havas qilmagan san'atkorning o'zi yo'q. Kamoliddin Rahimni orzu qilmagan muxlisning o'zi yo'q. Mana hozir Hoji akamlar aytdi, Sherali Jo'rayev bilan Kamoliddin Rahim bilan O'zbekistonda 4 ta ustun bo'lsa, 2 ta shular bo'lgan. San'at ustuni. Bularni havas qilib, bularni orzu qilib ko'p yoshlar san'atkor bo'lgan, qo'shiqchi bo'lgan. Endi Kamoliddin akamdagi kamtarlik, odamiylik, odob, samimiylik, hazilkashlik ancha-muncha teatr artistdan zo'r edi Kamoliddin gaplashishga, muomala qilishga. Men shaxsan bu odamlar ancha muloqotda bo'lganman, uylarda bo'lganman ko'p mana. Shu bilan birga 70 yillik to'ylarda qatnashganman. Kamoliddin aka baxshlab qo'shiqlar aytganman. Keyin 71-72 yillarda ham uylarda bo'lgan tadbirlar men hozir bilan birga borganmiz, qatnashganmiz. Endi odobni, odamiylikni shunaqa zotlardan o'rganish kerak. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Bizda esa navbatda qo'ng'iroq bor. Alo, assalomu alaykum. Bog'lanib olsak. Alo, assalomu alaykum.
Xush ko'rdik sizni to'lqinimizda. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Demak, yaxshi Ko'rib kayfiyatda. o'tiribsiz, katta rahmat. Mana Andijondan Tursunbekka tashrif buyurganiga xursand bo'ldik. Tursunbek aka, avvalambor Namanganga xush kelibsiz. Rahmat, katta salomat bo'ling. Tursunbek aka, albatta Andijon bu san'atkorlar yurti, ko'plab san'atkorlar, buyuk san'atkorlar chiqqan. Mana siz ham ular qatorida hozir baholi qudrat xizmatga kelyapsiz. Qo'shiqlaringizni juda yaxshi ko'ramiz. Ko'p qo'shiqlaringizni eshitib, bundan ko'p biz bahra olamiz. Hozir bizga bir yangi qo'shiqlardan ijro etib bersangiz, o'shanga telefon qilyapmiz. Ijodingizni kuzatib boramiz iloji boricha. Avvalambor rahmat e'tibor uchun bizni ko'rib turgan jamiki muxlislarga ta'zim bajo keltiramiz. Bizni hurmat qilgan, bizga e'tibor bergan, bizni ko'rib turgan jamiki vodiy ahli, jamiki boshqa viloyatlar, qo'shni Qirg'iziston hammasi ko'radi. Hammasiga chin ko'ngildan ta'zim qilamiz bizga e'tibor berganligi uchun. Biz bugun Kamoliddin aka haqida gapirmoqchi edik. Asosan men yana bir marta aytib o'tmoqchiman, mana bugun Namanganda Kamoliddin Rahimni ijodiy kechasi bo'lsa, men xohlardim Andijonda bo'lsin, Farg'onada bo'lsin, Qashqadaryoda bo'lsin, hamma viloyatlarda bo'lsin, poytaxtda ham bo'lsin alohida ijodiy kechasi. U ham shunga arziydi. Hozirgacha Kamoliddinning qo'shiqlarini hamma kuylab keladi. Qizlar ham kuylaydi, yigitlar ham kuylaydi. Men xohlayman bu odamni o'lmas buyuk ijodi uzoq yillar xalqimizni dardiga malham bo'lib yashab yurishni xohlayman. Hozir bir Ofatijon degan bir paytlar aytgan qo'shig'ini o'zim ozgina qayta ishlaganman. Shuni aytib bermoqchiman. Juda ham yaxshi bo'lardi. Demak, navbatda mana shunday aynan ustoz san'atkor ijrosidagi qo'shiq sizni ijroingizda bo'ladi. Albatta. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Tursunboy Parpiyev ijrosida shu qo'shiqni birgalikda tinglaymiz azizlar. Albatta, bizdan uzoqlashmang. Marhamat. Ofatijon desam kulib, rohatijon o'zim dedi. Rohatijonmisan desam, ofatijon o'zim dedi. Maylini bo'lsang gul yuzim, menga kulib qara dedim. Kecharmas tabassumim, sho'x zamon o'zim dedi. Kecharmas tabassumim, shirin zabon o'zim dedi. Ishq ilbolari kabi to'rt tarafında aylanır. Ishq ilbolari kabi to'rt tarafında aylanır. Bunga sabab nedir desam ey, shirin zabon o'zim dedi. Bunga sabab nedir desam, sho'x zamon o'zim dedi. Ofatijon desam ko'p, rohatijon o'zim dedi. Rohatijonmisan desam, ofatijon o'zim dedi. Kelsa boshingga yuz bala, ishq balo ekan dema. Mehr ile şavqat etguvchi, ruhi ravon o'zim dedi. Kelsa boshingga yuz balo, ishq balo ekan dema. Mehr ile şavqat etguvchi,
ruhi ravoni o'zim dedi. Unga dedim zaman zaman, sen bile çüsti canacan. Unga dedim zaman zaman, sen bile çüsti canacan. Nazile gamze destinden bergen amanı özüm dedi. Nazile gamze destinden bergen amanı özüm dedi. Afati can desem külüp, rahati canı özüm dedi. Rahati canım sen desem, afati canı özüm dedi. Rahati canım sen desene, afati canı özüm dedi. Hadi Samimiy suhbatimizni esa davom ettiramiz. Albatta, suhbatdoshlarimiz bilan juda ham bir samimiy tarzda suhbat olib boryapmiz. Guldasta dasturi to'g'ridan to'g'ri jonli efirda va suhbatdoshlarimizga savollaringiz bo'lsa-da, aynan ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa aynan Shahrixondan tashrif buyurgan san'at shaydolaridan biri Bahodir aka, sizga yuzlanmoqchimiz. Hozir mana Kamoliddin aka Rahimovni bir xotira kechasidan to'g'ri shu yerga keldingiz. U yerdan olgan taassurotlaringiz qanday bo'ldi va san'atkor bilan bog'liq qanday chiroyli xotiralaringiz bor? Shular bilan o'rtoqlashsak. Avvalo assalomu alaykum Namangan televideniyasi boshqaruvchilari hammasi. Hozir biz bugun Kamoliddin akani xotira kuniga keldik. Juda ham katta taassurot bo'ldi. Butun jonli ijro aytadigan Namangan eskidan aytib kelgan, yana Namanganda yaxshi qo'shiqchilari, san'atkorlari, Kamoliddin akaning o'g'illari boshliq juda ham chiroyli ko'rsatuvlar bo'lib, qo'shiqlar bo'lib, faqat Kamoliddin akadan xato qilmay aytadigan qo'shiqlarni qo'shig'ini ko'rib, juda ham rohatlandik. Juda ham yaxshi taassurotlarga ega bo'ldik. Albatta, shu bilan birga bilasizmi, san'at o'zi aslida keng tushuncha, uning ichiga shoirlik, qo'shiqchilik, hattoki rasm chizish yoki boshqa shunga o'xshagan turlar kiradi. Aynan shoirlik bilan qo'shiqchilikni orasida baribir qanchadir farq bor va ularni insonga, tinglovchiga ta'sir jihatidan farqi bor. She'r yozayotgan, umuman olganda qo'shiq yozayotganda ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Men o'ylaymanki, buni san'at qo'shiq aytayotgan odam juda katta tayyorgarlik bilan ko'radi. Men buni aniq eshitganman. Biz boshqa ikkita buyuk san'atkorlarni eshitib katta bo'lganmiz. Sherali Jo'rayev, Kamoliddin aka Rahimov. Hatto Sherali Jo'rayevlarning shunday qo'shiqlarini eshitganmiz 30 yilda paydo bo'lgani. Bu 1 oy, yarim oy, 2 kunda tayyor bo'lmasdan 30 yilda tayyor bo'lganini bilamiz. Juda ham katta mas'uliyatni his qilishgan. Juda ham katta mas'uliyat. Bu qo'shiq oson emas. Bu she'r yoziladi, albatta she'rni osonlikcha yozilmaydi bu ham. Lekin albatta bu she'rni qo'shiq qilish uchun juda katta chegaralarga o'tib chiqadi qo'shiqchi. Va tanlovda ham agar aytadigan bo'lsak, har bitta qo'shiqlarini, o'sha she'rini mazmunida katta ta'sirchanlik bor. Juda katta yuk bor deb bemalol aytishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, har bir qo'shiqni o'zini pozitsiyasiga ega. Va shu yo'nalishda aynan Sherali Jo'rayev deymizmi yoki Ustoz Kamoliddin Rahimov deymizmi, o'z muxlislariga o'z pozitsiyalari orqali erishganlar. Haqiqatda. Ana endi Ravshan aka, sizning fikrlaringiz qanday bu borada? Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Mana bugun biz mashhur qo'shiqchi O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin aka Rahimov yubileylardan, shu tadbirlardan juda katta taassurotlar bilan chiqdik. Bu odam tiriklik chog'ida qanday hurmat sazovor olqishga ega bo'lsa, hozir ham shu narsa saqlanib qolganligidan juda mamnun bo'ldik. Shu bilan birga mana bu qo'shiqlar, she'rlar hammasi insonlarni yaxshilikka yetaklash kerak avvalo. Shu Sherali Jo'rayev mashhur
Kamoliddin Rahimovlarni ajralib turadigan tomoni har bir juda ko'p qo'shiqlarida insonlarni yaxshilikka yetaklagan qo'shiqlar. Mana albatta bitta ikkita qo'shiqlari 100 ta qo'shiqlarning o'rnini bosadigan mana Nargiz qo'shiqlari ham odamni bir to'lqinlantirib, tushkunlik holatidan ruhini ko'taruvchi holatlarga olib chiquvchi narsalarga sabab bo'ladi. Endi mana do'stim Tursunboy ham o'zi shu mashhur san'atkorlarning etagini ushlab, shularga shogird bo'lib yurib, shularda qo'shiqlarini aytib, yana o'zining qo'shiqlarini yaratib, bir elimizga taniqli san'atkorlardan bo'lib, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, shuhrat medali sohibi bo'ldi. Avvalo men shuni aytib qo'yishim kerak. Bular dadalari Hoji Tog'am rahmatlik ham san'atkor bo'lgan, shu skripkagacha ishlaganlar. Biz yoshligimizda maktabga borib kelib kirardik, shu skripka cholib. Yana bitta narsani aytib qo'yishim kerak, buni ko'pchilik bilmaydi. Mashhur Rajan Toshmat ustozlik qilganlar. Bir ajoyib mo'min odam bo'lgan rahmatlik. Shuning Tursunboy ham shu o'rnini bosib, yaxshi san'atkor bo'lib yetishib, xalqimizga manzur qo'shiqlar, shularga o'xshagan yaxshilik yetkazuvchi qo'shiqlari juda ko'p. Ayniqsa Muhammad Yusuf mashhur shoirimiz qo'shiqlarning birinchi bo'lib xalqimizga yetkazgan san'atkorlardan. Bilasizmi, ijod ahli hech qachon o'lmaydi deyshadi. Garchi yillar o'tsa ham ularning ijodi asrlar davomida yashab keladi. Ana ustozlarning qilgan samarali mehnatlari, ijodlari tufayli hozirgacha ular yaratgan qo'shiqlar demak zamonimiz bo'ylab iz qoldirib, demak unutilmas umrboqiy deb aytamiz. Bemalol oxiri to'kilmaydi-da. Qayta eshitasiz, yana eshitgingiz kelaveradi. Bu borada O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, andijonlik xonanda Tursunboy aka Parpiyevning qo'shiqlarini ham ular sirasiga biz bemalol kirita olamizda. Qayta eshitib, mana shu qo'shiqlarni sog'inuvchi muxlislaringiz juda ham ko'p. Ularga yana bir qo'shiq hadya etsak, nima deysiz? Albatta yaxshi bo'lardi. Demak, azizlar, navbatni yana xonandamizga beramiz. Yondosh elga, qarindosh qondosh elga, jondosh iymondosh elga farzand bo'lamiz do'stim, farzand bo'lamiz do'stim. Biruni Ibn Sinoga, jomidik pok Sinoga, biruni Ibn Sinoga, jomidik pok Sinoga, navoiydik Dahoga, dilband bo'lamiz do'stim, dilband bo'lamiz do'stlar. Shiru shakkar azaldan, tatli bizga asaldan, shiru shakkar azaldan, tatli bizga asaldan, bir bayt kabi g'azaldan monand bo'lamiz do'stim, monand bo'lamiz do'stlar. O'rtamizga ko'pni solmoq bo'ldilar biroq, asli biz et va tirnoq, hayvon bo'lamiz do'stima, hayvon bo'lamiz do'stima.
ekip bir vatanda can çekip dost derdiga qad egib dardman bo'lamiz do'stima dardman bo'lamiz do'stima biz xushniyat me'morlar qulab eski devorlar biz xushniyat me'morlar qulab eski devorlar yayrasa do'sti yorlar xursand bo'lamiz do'stim xursand bo'lamiz do'stima biz ikki yondosh elga qarindosh qondosh elga jondosh iymondosh elga farzand bo'lamiz do'stim farzand bo'lamiz do'stima davom etadi. Albatta biz mana shu san'atkorimizga o'zimizni dilimizdan o'tayotgan savollarni berishga harakat qilyapmiz. Aynan Tursunbek aka, siz juda ham bir katta tajribaga, boy tajribaga ega san'atkorsiz. Aynan bugungi zamonaviy qo'shiqlarni nimagadir umri qisqa bo'lib ketyapti-da. Hit darajaga chiqqandan keyin bir yil o'tib u qo'shiqni oxiri to'kilib qolyapti-da. Unutilyapti-da. Yana yangi qo'shiqlar hit darajaga chiqyapti. Lekin o'sha umrboqiy bo'lib yashaydigan qo'shiqni aytadigan yosh san'atkorlarimiz, yosh qo'shiqchilarimiz nimagadir kamayib ketayotganga o'xshaydi. Bunga munosabatingiz qanday? Endi hozir san'atkor ko'p, qo'shiqchi ko'p. Endi bir joy turib olib uni yomonlasa yoki maqtasa u yaxshi ish emas. Lekin bir narsa aytishim kerak. Hozir ijodkorlar ko'p. Mana ko'ryapsiz, ovoz loyihasini ko'ryapsiz. Har kuni o'nlab san'atkorlar chiqyapti, yoshlar chiqyapti. Shularning ichida bor, lekin o'sha qadimiy o'zbekona qo'shiqlarni maromda ijro etuvchilar bor, yo'q emas. Endi qanday mana biz xalqimiz qonimizda bizni ota bobomizdan qolgan buyuk meros bor. Biz xohlasak, xohlamasak shu qo'shiqlar sog'inamiz. Misol uchun zamonaviy qo'shiqlar eshitamiz yoki estrada janrida qo'shiqlar eshitamiz, lekin u qanaqadir vaqtincha tuyuladi. Lekin oddiy mana Tanavor desam, mana Tanavor mana. Shu Tanavor o'zbek mumtoz qo'shiqlaridan eng go'zal qo'shiqlardan biri. 20 yildan keyin ham 50 yildan keyin siz ham yangi qo'shiqdek bo'ladi. Chunki nimaga? Shakli go'zal, ma'nosi go'zal. Shakli chiroyli, ma'nosi chuqur. Mana shu Muhammad Uston yozgan mana. Qalbga taskin izlasang, turg'un cholni so'ragin. Tanovorni tinglasang, sel bo'ladi yuraging. Navolari har joyda bor. Bizda bori qayda bor? Bizni murakkab, go'zal musiqamiz dunyoning hech yerda yo'q. O'xshamaydi. Bizni meros bo'lib kelayotgan buyuk qo'shiqlarimiz, bizni ustozlardan qolib kelayotgan katta san'atimiz hali uzoq yillar davron suradi. Yoshlar ham ko'rasizlar, mana o'sha qo'shiqqa qaytadi. Qo'shiqlarga hammasi qaytadi. Chunki yoshimiz o'tganda, bir joyga borganda ham o'sha qo'shiqlar sog'inamiz. Men xohlardim, qancha ota-onani hurmat qilsak, ustozlarni hurmat qilsak, san'atdan shu darajada hurmat qilishimiz kerak. O'shanda bir san'atkorga o'xshashimiz mumkin. O'zimizni buyuk san'atimizni oyoq osti qilishimiz kerak emas. Buni avaylab ko'z qorachig'ida saqlashimiz kerak. Yoshlarga ham shuni, men niyatim shu, o'sib kelayotgan yoshlar. Avvalambor mana Sherali Jo'rab aytdi-da, qo'shiq yaratmoqchimisiz dedi. Maqomda o'rganing dedi. Million qo'shiqlar maqomda yotibdi dedi. Hamma qo'shiqlar shu klassik qo'shiqlarning ichidan kelib chiqadi.
Albatta. Shunga e'tibor bergan odam, shuni o'rgangan odam yaxshi san'atkor bo'ladi, yaxshi xonanda, yaxshi hofiz bo'ladi. Juda ham to'g'ri fikrlar. Yoshlarga omad tilayman hammasiga. Albatta. Yengil yelpi qo'shiqlar bugun bor, ertaga yo'q. Siz aytayotgandek o'sha milliy mumtoz qo'shiqlarimizga murojaat etganlar yanglishmaydi, adashmaydi. Endi sizni yoshligingizga qaytadigan bo'lsak, eslaysizmi, birinchi bo'lib sahnaga chiqqaningizda qaysi qo'shig'ingizni aytgansiz? Mana shu sahnaga chiqishingiz qanday bo'lgan? Endi bir paytlar O'zbekiston televideniyasida katta bir komissiya bo'lardi, qo'shiqlarni eshitib, tinglab, misol uchun 10 ta qo'shiqchi shu konkursda qatnashsa, 2-3 tasi o'tardi. Qoyillardan boshqa tarbiyalik qilishga topshiriq berardi. Meni birinchi aytgan qo'shiqlarimdan biri Erkin Vohidov she'ri bilan shu Erkin Vohidovni kitobni olib o'qiganimda katta bir to'plam kitobni muqovasi yozib qo'yibdi-da. Ey men bilgan bilmagan dunyo. Chunki shuncha o'qibman, shuncha she'r yozibman, dunyoni hali men anglab ulgurmadim deb yozgan. Shuni qo'shiq qilaman, shu qo'shiqni xirga qilib berishimga bir qator. Aha, demak eshitamiz. Ey men bilgan bilmagan dunyo, zarradan ta koinot qadar, ham ayyon ham tilsimot qadar, aqlim bovar qilmagan dunyo. Shu qo'shiq aytganman birinchi bo'lib. Radiolarda ko'p yangragan bir paytlar. Lekin o'sha nimaga erkin ekani gapiryapman. Erkin Vohidov Abdulloh bilan buyuk Navoiyning haqiqiy izdoshlari, haqiqiy shularni ijodini o'rganib, shular izidan borgan katta shoirlar. Ular bilan ko'p muloqotda bo'lganman, ko'p she'rlarni qo'shiq qilganman. Lekin birinchi qo'shig'im ham shu Erkin Vohidov she'ri bilan bo'lgandi. Albatta, biz Bejizga bu savolni bermadik, chunki Tursunboy aka, sizni kelgusi guldasta dasturlarimizda alohida taklif etamiz. Chunki san'atingiz o'zi bir dengizda. Alohida to'xtalamiz, siz bilan yana samimiy suhbatlarimiz bo'ladi. Bugun afsuski biroz vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun bugungi samimiy suhbat uchun, bugungi tashrif uchun, chiroyli qo'shiqlar uchun sizga kattakon rahmat aytamiz. Albatta, o'zim va'da beraman, albatta men kelaman nasib qilsa. Albatta. Shu bilan birga bilasizmi, ijodni charxpalakka o'xshataman. Uni idishlari suv olib, uni to'ksa ham baribir suv olish uchun qaytib keladi. Ijod ham xuddi shunday, qanchalik o'zgarmasin, boshqa joyga baribir ya'ni estrada yo'nalishiga o'tmasin, baribir yana o'sha idishni to'ldirish uchun maqom yo'nalishiga qaytadi. Shuning uchun dasturimizni davom ettiramiz aziz muxlislar. Mehmonlarimizga tashakkur aytamiz. Hamisha sizlarga omad, muvaffaqiyatlar, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Qadrli teletomoshabinlar, aziz radio tinglovchilar, dasturimiz esa yana bir yaxshi qo'shiq bilan davom etadi. Marhamat.